Uzun HTML dersidagi 41 qism HTML5 ishga bog'lanish SVG elementi. SVG deganimiz cho'ngaytish va kichiklashish bo'lgan vektorlik rasm bo'lib, u Scalable Vector Graphics degan so'zningki qisqartılması hisoblanadi. SVG orqali tor asosidagi vektorlik rasmga aniqlik berildi. SVG elementi XML formati orqali grafik rasmga aniqlik berdi. SVG rasmning cho'ng kichikligini o'zgartganda rasm aniqligiga ta'sir etmaydi. SVG internet tor hamkorligining o'lchami hisoblanadi. Ikkinchi SVG'ning afzalligi boshqa rasm formatlari, masalan GIF va JPG ga solishtirganda tuvandagidek afzalliklarga ega. SVG rasmini yiziq tahrirlovchi orqali qurishga bo'ladi. SVG rasmini izlashga va taglashtirishga bo'ladi. SVG rasmining cho'ng kichikligini xohlagancha o'zgartga bo'ladi ham o'zgartish rasmiy aniqlikka ta'sir etkazmaydi. SVG rasmi aniq aniqlik darajasida printer tomonidan eng suzuk holatda urib chiqariladi. Uni Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer 9 va Safari qatorliq asosiy tor ko'rgichlarininki hammasi qo'llaydi. Tövəndə biz oddiy SVG kodini qaraydigan bo'lsak, masalan, bu misolda bu yerda SVG ga aniqlanmagan, bu yerda bu XML ns qiymat orqali buniki SVG ekanligini, aniki nashrning birda-bir ekanligini aniqlab berib o'tgan. Bu o'ttirda bu kod orqali bu yerda bizga bir bu sirtqi qirdinki ko'k rang, ondan keyin bu ichiga qizil rang o'rlashgan holatdagi bir xil 5 varniki shaklini sizish kodini bergan. Buningki unumini ko'rgan bo'lsak, ya'ni bu xil holatdagi 5 var. Demak, buningki kodimi men qaraydigan bo'lsak, nihoyatda oddiy. Bu shu nechuqur kod bilan bir dona 5 var shakllik vektor rasmi chiqargan. Bu rasmni mayli qanchalik cho'ngaytayli yoki kichiltayli, buningki aniqlikqa hech qanday ta'sir etmaydi.